stringning met propertylari haqida gaplashamiz unda. Xo'p. Demak, mana bu kodni tepaga yashirib turamiz. Va keyin mana yerda string deb ma'lumot turi ochamiz. String o'ziga satrlarni oladigan ma'lumot turi hisoblanadi. Buni ilgari o'rganganmiz. Necha mingtadir string ochgansiz vaqtida. Xudo xohlasa endi propertylari haqida gaplashib ketamiz. Qarang. A nuqta code units, ya'ni Unicode-larni chiqaradigan property hisoblanadi. Unicode haqida gaplashamiz. Har bir nimaning satrning o'ziga yarasha Unicode-lari bo'ladi. Unicode nima? Biz kompyuterimizga salom deb yoki telefonimizga, любой qurilmamizga biror bir satrni yozsak, uni bizni kompyuterimiz yoki telefonimiz, qandaydir qurilmamiz hech qachon satrni tushunmaydi. Ya'ni satrni raqamlab o'ziga tushunadi. Ya'ni ixtiyoriy qurilma raqamlar asosida ishlaydi. Prosta sizga o'girib chiqarib beradi baqa. Lekin asosiy holatda bu ishlaydi faqatgina raqamlar bilan. Ya'ni har bitta harfning o'zining maxsus kod unitlari mavjud. Misol uchun mana Unicode deymiz menga. Unicode man. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir kirib olaylik metga. Hozir turadi metda, o'zidan o'zi qotyapti bu. Mana. Qarang. Sonlardagi bor ekan, harflardagi bor ekan, ha? Misol uchun A 65 ga teng ekan. Kichkina a 97 ga teng ekan. Endi tekshirib ko'ramiz. Kichkina a bilan katta a. Katta a, kichkina a. 65 97. Endi tekshirib ko'ramiz. 65 katta a, 97 kichkina a. Ko'rdingizmi? Agar men madad deb yozmoqchi bo'lsam, kattami 77 97 77 97 qilib yozsam bo'ladi. Endi bu narsa code units degan narsamiz mana shu sonlarning, ya'ni mana shu yerdagi ASCII table deyiladi, o'sha ASCII jadvalidan kelib chiqadi bu narsa. Har bitta belgi, boshqa balobatlar hammasini o'zini maxsus raqami bor. Mana buni mana shu holatda tiymay tursam, bemalol videoga ham tiniq tushadi. Keyinchalik odamlar o'zi ham rasmga olishi mumkin. Xo'p, endingi masala tushundingizmi nimaligini? Har bitta satrning raqamniki ham bormikan? Raqamniki ham bormi? Shunda hozir mana deylik, raqamniki yo'q. Raqamniki ham bor ekan mana. 9 gacha ekan, 9 gacha 9 deb berar ekan. Demak, men satrni ichiga 10 kiritadigan bo'lsam, nima bo'ladi? 10 kiritadigan bo'lsam, 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 10 kiritadigan bo'lsam,
48, 49, 48 ni qaytardi. 49 mana 48. Qarang, mana undan yig'di mana. 1 0. Mana bog'dan yig'yapti. Ko'rdingizmi? Agar men bittalik son bersam, 1 da o'zi deydigan bo'lsam, 1 ga kichkina son qaytarish kerak. Yo'q, 1 ga ham shuni qaytardi mana. Mana 1 ga 49 ekan. Demak, Dartda ASCII kod, ya'ni kod unitlar o'sha raqam oralig'i 48 dan 57 gacha ekan. Misol uchun mana dollar 36 bo'lishi kerakmi? Dollar. Dollarda to'g'ridan to'g'ri ishlata olmaysiz. Dollar ahamiyatli narsa hisoblanadi. O'shaning uchun backslash qilib ishlatamiz dollarda. Satrda o'zini ishlatmoqchi bo'lsak, satr qilib 36. Tekshiramiz. Dollar 36 mana 36. Tushundingizmi? Mana shu narsa bo'ladi. Kod unitlar. Endi hali gapirsa gap ko'p, lekin mana shu narsa sodda qilib tushuntiriladigan bo'lsa, har bitta raqamning, satrning, belgining kompyuterimiz tili tushunadigan maxsus kodi bor. O'sha kodlar to'plami ASCII yoki kod units deyiladi. Mana shu jadvalda bor. Qisqa qilib, sodda qilib to'g'ri yetib oladigan holati shu. Murakkablashish kerak yo'q, o'zi murakkab narsa emas. Faqat bitta joy bor. Misol uchun, hozir biz satrda kod unitini chiqaryapmiz. Kod unitdan o'sha satrda chiqaradigan joyi bor. Unga hozir sal to'xtalamiz. Xo'p, hash kod bilasiz. O'sha hash kod turgan o'rnidan qaytaradi. A nuqta is empty. Bo'shlikka tekshiradi. Is not empty. Bo'shmaslikka tekshiradi. Bu nima degani? Agarda biz run qiladigan bo'lsak, is empty bo'shlikka tekshiradi. Bo'shmi, yo'q, false kelishi kerak. Is not empty bo'shmaslikka tekshiradi. Bo'shmaslikka tekshiradi. Bo'shmasmi? Yo'q. Ha, bo'shmas, uzr. Bo'shmas, qiymati bor, deyapti. Kelishdigi? Xo'p, endingi masala A nuqta length. Satrning uzunligini qaytaradi. Satrning uzunligini qaytaradi. Hozir bitta ko'rib ketamiz. Runs. O'sha runslarni qaytaradi, ya'ni kod unitlarni. Bu runs hozir men sizga ko'rsataman. Runs 7797. Agar misol uchun qanaqadir bir emoji qatnashib qoldi deylik. Mana ko'zini qisgan emoji qatnashdi. Mana. Ko'rdingizmi? Emoji keladi, ikkita raqam otib yubordi bitta. Ha, bu bitta raqam otdi. Ikkita raqam otsa, uni emojiligini bilmay qolasizda. Bitta raqamli emoji bo'lsa bilasiz. Misol uchun, mana shu raqamni olamiz, plusni bosamiz, emoji. Ko'rdingizmi? Mana shu emoji deyapti. Bu kodli emoji mana unga teng deyapti. U faylga teng deyapti. Tushundingizmi? Har xil emojilar bo'ladi-da. Bu surrogate juftlik deyiladi bu narsa. Mana bu narsa bo'lsa bittalik bo'ladi. Emoji uchun bitta raqam beradi runsda. Demak, kod unit bilan runsning farqi emoji kelganda nima qilar ekan? Surrogate juftlik bas to'liq qilib qaytaradi. Emoji bilan ishlaganda surrogate juftlik emas,
bitta son qilib qaytaradi. Iterable qilib deb qo'yaman. Farqi borda, bu bo'lsa list qilib, ya'ni listga o'girib. A nuqta. Runtime type nima qilardi? Run bo'lgandagi turini qaytaradi. Xuddi shunaqa. A nuqta. All match o'zi mana bu iterable match boshqa narsalar haqida yana ko'rsataveraman. Faqat bu o'zini ichiga funksiya oladi. Regex oladi. Regex ham alohida darslik bo'ladi sizlar bilan. Alohida u qilaman darslikda. O'shanda regex o'rgatganimda o'rganib ketilgan u narsani. Shuning uchun hozir regexga aloqador bo'lmaganlarini o'rganib ketaveramiz. Code unit at, ya'ni index. Misol uchun birinchi indeksi stringning 97 getting, ya'ni indeks bo'yicha kod unitini qaytaradi. Misol uchun 97 kichkina a edi-ku. O'sha birinchi indeksdagi kod unitini qaytar deyapti, qiymatni. Shu. A nuqta. Contains. Compare to uzr. Birini boshqasiga solishtiradi. U ham shu bir hozir bitta ko'raylik. Misol uchun bir satrni boshqa satr bilan solishtiradi. Madadni solishtiramiz ma bilan. Qani? -1. Madadni solishtiramiz madad bilan. Uzunligi bo'yicha solishtirammikin yoki tenglab solishtirammikin? Uzunligi bo'yicha madad ishtimasi yo'q, boshqa madad bilan emojisi bor ekan. Ha, emojini olib turaylik. Madad bilan kichkina madad teng bo'la oladimi bir-biri bilan? Ya'ni satrning uzunligi bo'yicha solishtirib turgan bo'lsa, to'g'ri. Agar satrni satrga tenglab turib solishtirib turgan bo'lsa, ha. Agar satrlar o'zaro bir xil va teng bo'lsa, uzunlik jihatidan 0 qaytaradi. Agar uzunlik jihatidan teng lekin satrlari boshqa bo'lsa -1 qaytaradi. Shunda madad bilan madaddan nima qiladi? 0. Shunda qachon 1 qaytaradi deymiz. 0. Agar bir satr boshqa satrdan katta bo'lsa, ha, bo'ldi shu ekan. 1 qaytarmas ekan. O'zi 0 yoki -1. 0 yoki -1. Boshqa joyi yo'q ekan. Hali nimada intni propertiesida borku, compare to birini boshqasiga solishtiradi. Agar bir son o'zaro teng bo'lsa 1, agar bir son o'zaro bir-biridan kichkina bo'lsa -1, agar bitta son bittasidan katta bo'lsa, nima qaytarardi? 0 mi? O'zaro teng bo'lsa 0 shunaqami qilib qaytarardi menimcha. Bu yerda bor edi-yu o'sha narsa. Compare to degani bor. Mana. Agar ikkala son o'zaro teng bo'lsa 0, agar ikkala son birinchisiga nisbatan katta bo'lsa 1, -1, mana shu narsani aytdim hozir. Demak, keyingisini o'rganamiz. Contains bu juda ham sodda, shu a degan satrni ichida, madad degan satrni ichida, ya'ni mana shu a nomli madad degan satrning ichida a bormi degani. Satrni ichidan qidiradi.
A bormi deyapti bu yerda. Ha, bor deyapti, true. Ha? Mavjud bo'lsa true, aks holda nima? False. A nuqta. Contains and Swiss. Juda ham sodda. Shu narsa bilan tugasa, madad D bilan tugayaptimi? True qaytarish kerak. T bilan tugayaptimi? Satr deyapti. Yo'q, false. Agar satr berilgan qiymat bilan tugallansa true, aks holda print A nuqta. And Swiss index of bir narsaning indeksi. Ya'ni biz art deyapti, shunda madaddagi D ning indeksi nechinchi indeksda turibdi? Madaddagi D. Birinchi topgan D sini indeksini qaytaradi. 2. Endi sanab kelamiz. 0, 1, 2. Indeks 0 dan sanaladi. Madad 0, M 0, A 1, D 2. Xuddi shu narsa. Ya'ni bu nima qiladi? Qiymatning nechanchi indeksda turganini qaytaradi. Print A nuqta. Index of bor, last index of bor. Oxirgi D qayerda nechinchi indeksda turibdi? Bizda ikkita D bor-ku. Как раз. Birinchi topganini index of bilan qaytaradi. Bu oxirgi mos kelgan qiymatning nechanchi indeksda turganini qaytaradi. Oxirgisi 5 ta bo'lsa 4-da turibdi. Ana, 4 chiqdi. Xuddi shu narsa. Endingi masala yangisi A nuqta. Match as prefix bilan rejexlarga o'tib ketib qoladi. All match bilan match as prefix o'sha regex mavzusida o'rgataman buni. Pad left. Chap tomondan boshlab deylik 1 deb bersak, chap tomondan boshlab bitta yoki ikkita, bir qo'sh. Xo'p, demak, ko'ramiz. Agar D qo'shib turib pdfga D deydigan bo'lsak, bo'sh joy 4 ta kelyapti deyapti. Ha, chap tomondan boshlab bo'sh joy yoki qarang. Bu qanaqa ishlaydi? A ning uzunligi madadga tengmi? Madadning uzunligi 5 ga tengmi? A ning qiymati uzr, A ning qiymati madadga tengmi? Madadning uzunligi 5 ga tengmi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tami? Indeks emas. Shunday hisoblanadi. 5 ga tengmi? Ha. 5 ga teng bo'lsa, agar chap tomondan boshlab 6-chisi o'sha uzunligidan bitta ortsa o'zi qo'shadi. Uzunligidan ortishi bilan bir nima qiladi? Mana, uzunligi bilan ortishi bilan bir qo'shib qo'y chap tomonga. Bir madad. Agar men 5 qilsam, uzunligidan ortmaganligi uchun hech qanaqangi ish bajarmaydi. Xuddi shu narsa. Agar uzunligidan ortsa, bo'sh joy tashlaydi yoki bergan qiymatingizni qo'shadi chap tomonga.
Ya'ni bu nima degani? Chap tomonga qo'shadi. Mana tepadagi ikkinchi holati. Mana 6, demak bitta ortayapti, eshitmay yozmayapman. Nima bo'ladi? Bo'sh joy qo'shib beradi. Ko'rdingizmi? Bo'sh joy qoldi. Mana shu narsa. Print A nuqta. Pedright shuni o'ng tomonga bajaradi shu ishni. Pedleft ning Husana. Maddis. Xuddi shu ishni o'ng tomondan bajaradi. O'ng tomondan bajaradi. Da, shunaqa. Print A nuqta. Replace all. Bir narsani boshqa narsa bilan almashtiradi. Hamma D'larni top, agar men T'larga almashtir desam, matat qilib qoldi. Ko'rdingizmi? Yoki yana shunaqa qilsam bo'ladi, hamma A'larni top, katta A'ga almashtir desam bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bir topgan qiymatining barchasini boshqa siz bergan qiymatga qiymatga almashtiradi, almashtiradi. Vazifasi shu. A nuqta. Mana yerda replace all map degani bor. Hammasini aynalib chiqib qiladi. Buni ana unda hozir o'rgansak ham bo'laveradi. Replace all method birini boshqasiga funksiya bilan almashtiradi. Ichiga regex bilan tiqilib ketilinadi. Shunda nima qilamiz? Buni olib qo'yamiz, a? Mana regex mavzusida o'rganib ketamiz, xudo xolasa. Hop. Replace birinchi topganni almashtirib beradi. Birinchi topgan A harfini katta harf qilib qo'y, bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas, siz. Ko'rdingizmi? Birinchi A. Mana birinchi topgan A'ni boshqa qiymatga o'zgartirib qo'ydi. Endi print A nuqta. Replace first method. Replace all method bilan replace first method, bular ikkalasi o'zaro regex bilan ishlaydi. Ya'ni replace range misol uchun bu oralig'ida almashtiradi. Deylik, mana uzunligi 1 dan boshlanib, ya'ni 1 dan boshlangan holatda, deylik, mana 1 dan boshlab 2 gacha almashtirgan ma bilan. Mana qarang. MMA bo'lib qoldi bag'ayinda. Agar men 2 dan boshlab 2 gacha ma qilgan desam, madat bo'lib qoldi. Ya'ni 1 dan boshlab 2 gacha o'sha oralig'dan boshqa oraliqgacha mana shu narsani tiqib beradi. Xuddi shunaqa. Oraliqdagi satrlarni boshqasiga almashtiradi.
split. Split ajratadi. Ajratadi, hozir ko'rasiz mana. Har bir qiymatni boshqasi bilan ajratadi. Deylik, har bir qiymatdan keyin, har bir satrdan keyingi satrga vergul qo'yib bersin. Xo'p, hozir ko'ramiz. Agar hello world deyilgan bo'lsa, bu listga o'girib qo'yar ekan. Buni o'zi listda o'rganamiz buni, xudo xolasa. Splitni. Bu listga borganimizda split tushunib olasizlar. Bu list anaqasini so'rayapti. Split map join'im. Start Swiss, end Swiss'ni nimasi? Boshqasi. End Swiss haligida o'rgandimmi? D bilan tugasami, true qaytaradi. Start Swiss mana shu narsa bilan boshlansa degan. Ya'ni o'rganamiz buni ham. M bilan boshlanyaptimi? Agar M bilan boshlansa true qaytaradi. Bo'lmasam false. Agar siz bergan qiymat bilan boshlansa true qaytaradi. Aks holda false qaytaradi. Nuqta. Mamchoq dolisi kebam qoldi oxiriga. Ancha gap bo'ldi. Substring. Satrdagi ma'lumotni almashtiradi. Deylik, birdan boshlab deb qo'ysa, agar bitta son berib qo'ysangiz, bu substring birinchisini qilib qo'yadi. Substring qirqadi. Substring qirqadi. Bu holatda deyman. Yana boshqa holati bor, buni o'rganamiz qo'shib turib. Substring. Ya'ni sal kengroq olingan funksiyada, ya'ni murakkabroq qilib ishlatsa bo'ladi. Nuqta substring. Deylik, mana 1 dan 4 gacha deb qo'ysangiz, mana o'zi substring ketib qoladi. Substring o'ziga bossangiz, mana aytayaptiki, bir nimadan bir anaqangi holatgacha qirqishi mumkin. Mana o'ziga bitta start, bitta end olyapti. Start majburiy parametr hisoblanadi, end optional, ya'ni ixtiyoriy parametr hisoblanadi. Deylik, mana misol uchun 1 dan boshlab tugashi 4 gacha desangiz, 4 gacha qirqadi. Shu oraliqdan qirqib beradi. 1 dan mana 3 gacha qirqsin desa, faqat oraliqda. Mana 1 dan 3 gacha MAD. Mana mad ag'i chiqdi, AD. Xuddi shu narsa. Nuqta starts with substring to lowercase, juda ham oson. Stringdagi qiymatlarni hammasini kichik harflarga olib o'tadi. Print to lowercase degani bor, to uppercase degani bor. Buni teskarisi, katta harfga olib o'tib qo'yadi. Stringdagi qiymatlarni hammasini katta deb qo'ysa bo'ldi. Maddis. Mana isbotlab beraymi? Run qilaylik, isbot bo'ladi. To lowercase hammasi kichkina harf bilan yozilinyapti, hammasi katta harf bilan yozilinyapti. Mana bu yerda o'zi tushunib olsangiz bo'ladi bemalol. To lowercase, to uppercase, substring, to string nima qiladi? Stringga o'tkazadi. Trim degani bor. Bo'sh joylarni olib tashlaydi. Deylik, madadda bag'ida ham bo'sh joy, bag'ida ikkita bo'sh joy bo'lsa. Run qilsak,
Mana hammasida bo'sh joy bilan chiqyapti, ko'ryapsiz? Ha, bu umuman bo'sh joylarni olib tashlaydi. Endi aytishingiz mumkin, boshi va oxiridagi bo'sh joylarni olib tashlaydi. Ya'ni o'sha bosh va oxiridagi bo'sh joylarni olib tashlaydi. Endi ana shuni trim left, trim right degani bor. Chap tomondagi bo'sh joyni o'zini olib tashlaydi, o'ng tomondagi bo'sh joyni o'zini olib tashlaydi. Mana. Chap tomondagi bo'sh joyni olib tashlaydi. Faqat chap tomon ketdi. O'ng tomonda mana bor. Jichcha bo'lsa ham joy bor. Endi mana trim right degani bor. Bu buni teskarisi. O'ng tomonda bo'sh joyni olib tashlaydi. Xuddi shu ish, faqat o'ng deb yozib qo'ysak bo'ladi. Mana. O'ng tomon ketdi, chap tomon qoldi. Tushunyapsizmi? Trim left, trim right. Mana shu bilan o'zi mana stringda metodi ham, propertysi ham tugadi. Endi xudo xolasa buni